metro yaqinidan. Tayyor 2 xona past qavatdan. Uni ustiga yetmaganini ipoteka qilish imkoniyati bilan birgalikda Chilonzor tuman C kvartalida joylashgan 2 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari, televizor, konditsionerlarimiz mavjud. Uyda 520 ga 330 bo'ladi. Uzunligi va kengligi xonalarimizda patologlarimiz balandligi 285 bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu yerda esa oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan bolalar xonasi bo'ladi. Romlarimiz alishgan, oynalarga panjaralar qo'yilgan. 1,5 guch bo'lgan balkonda esa uyimiz egalari tomonidan o'sha alohida eshik romlar bilan alohida ajratgan holda oshxonaga o'zgartirilgan. Ko'rib turganinglardek, bu yerda ham romlarimiz alishgan. Uyimiz 5 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan bo'ladi. Umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi ko'rib turganinglardek. Uyimiz ham kerakli barcha mebel va jihozlar bilan ta'minlangan bo'ladi. Glavniy eshikdan kirib kelish, bu yoqda parazdeniy sanuzolimiz. Ushbu uyimizni ijaraga berib ham har oy 500-550 AQSh dollardan daromad olsangiz bo'ladi. Parazdeniy sanuzolimizni hojatxona qismi ko'rib turganinglardek. Ushbu uyimizni mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor C kvartal, shundoq Doka Xlebda orqasida joylashgan Chilonzor metrogacha bor yo'g'i 200 metr, 300 metr masofada joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 75.500 AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, uyimizni naqd ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.